Mana bizani jonivorlarimiz. Kichkina Fenikslar. Birinchi marta ko'chaga chiqardim bilan umuman chiqarmayotgandim. Legorillarim borda. Legorillarim bilaga tinchlik bermaydi. Bilasan katta bo'lsa, keyin bularning o'zi legorilarni joyiga qo'yib qo'yishadi. Bular o'ta urush qobil xo'rozlari. Aylanib chiqishyapti. Hozir biza tovuqxonani galma-gal Fenikslarning xonasini, keyin legorilarning xonalarini hammasini dezinfeksiya uborka qilamizda. Shunga galma-gal chiqaraman. Hozir bularni chiqardim. Amallayman. 1-2 soat aralashtirib turishadi. Tozalab, chiroyli qilib joylaymiz bularni. Hormaylar, hurmatli obunachi kuzatuvchilarimiz va parranda ishqibozlari, assalomu alaykum. Mana yangi kun boshlandi. Legorin jo'jalarimiz mana katta bo'lishyapti. Agar kuzatib yurgan bo'lsanglar, yaxshilab kuzatgan odam eslaydi o'zi nechta bo'lganmanda. Mana shu legorin jo'jalardan 21-mart ochib chiqqan jo'jalardan birlari mana Serebristi bilan, keyin ikkita italyanskiy ochgan. Общий, ikkita emas, undan ko'p bo'lgan. Ochilgani shu bo'lgan, 7 tasi qolgan o'sha paytda 7 tasi urg'ulangan bo'lgan. Mana bu qora bilan amerikanskiy, mana bu amerikanskiy legorillar bor. U legorillar 24 kun farq bilan ochib chiqqan. Mana shu kungacha bilan mana hozir ajratib qo'yganlarim bu qoladiganlari. Makiyonlarim juda kam chiqqan. Общий makiyonlar bitta standart legorin italyanskiy, ikkita amerikanskiy, bitta kul rangi makiyoni. U naryoqda suv ichyapti. Shularni olib qo'yaman. Qolganlarini xo'rozlar, 9 ta xo'roz bo'lgan. Shu 9 tadan 3 tasini olib qo'yaman. Qolgan 6 tasini kimga kerak bo'lsa, shunga chiroyli navlaridan qilib beraman. Shularni ham hozir ko'rsataman. To'xonamizni dezinfeksiya qilib tozaladi. Tozalab, ustiga salqinroq bo'lsin deb o'rab qo'ydim. Ham sovuqda ham juda foydali bu. Mana tanishtiramiz. Bular bizani o'sha ortiqcha xo'rozlarimiz legorilda. Ko'p videolarimni ko'rasizlar bilaman. Qani, bunda ko'rsatuvlar o'zinglar mana bu yerda bizada tak tanishtiramiz. Mana bu oqimiz oq standart 21-martda ochib chiqqan. Tak mana bu nemetskiy qoralari legorinni. Mana bu yerda 3 tasini olib qo'yganman, ularning bittasi lekin turibdi. Qochib chiqaman deydi. Bo'ldi. Xullas nemetskiy bilan standart bor, kul rangi bor. Amerikanskiy xo'rozi bu yerda yo'q. Xo'rozi qolibdi bittasi. Mana shu 6 tasi bor. Ortiqchasi sotiladigan. Kimda kim qon yengilayman desa yoki qora rangini ko'paytiraman desa, uydagi standartga birga aralashtirsa, boshqacha ranglardan, chiroyli ranglardan paydo bo'ladi. Balkim miramirmi chiqadimi, ko'rishadi. Dalmatin bo'lib qoladimi? Seleksiya uchun davom etamiz. Endi bu yerda yosh Fenikslarimizni xabaringlar bor. Kattalarini bularni nima deydi? Bularni dodasi bilan buvisi qop-qora bo'lgan, bularni menga keyin kelgan xo'roz jo'jalari chiqqan. Bitta dona makiyon qop-qora chiqqan, esinglarda bo'lsa. Shularning bolalari bular. Mana qora Fenikslar o'zimga olib qo'yganlarimning ichida 4 ta zakazim bor. Qolganini sortirovkadan keyin bularni ham alohida qilib sotib yuboraman. O'zimga 4 dona olib qo'yaman. Yetadi bitta xo'roz 3 ta makiyon qilib. Qolgani Xudo xolisa, eson-omon chiqib olishsa bu kuzga 6 tasi keyin sotiladigan bo'ladi. Mana bu yerda bizda 4 tasi 12-maymidi. Keyin maydalari 06 degan edim videoda. Iyun oyiniki, eng kichkinalari xullas 6-iyunniki mana shu maydalari. Bular alohida turishibdi. Bularni qo'sha olmayman qo'liga. Legorillar juda yomon cho'qib tashishadi bularni, hali kichkinada. Bular katta bo'lsa, hali legorillarning ham adabini berib qo'yadi bu Fenikslar. Juda to'polonchi bular. Keyingi xonasi, bularni o'sha olib qo'yotganlarimning xonasi. Bularning xonasi.
qo'shnilar, xo'rozlar. Mana shunaqa qilib katta quvamizda o'z vaqtida yem donlari, foydali vitaminlari berilsa, tozaligiga ahamiyat bersanglar, keyin bularni ota-onasidan xabardor bo'lsanglar, xabaringlar bo'lsa, nima boqqan, nima yeyishgan, nima ichishgan, sog'lom jo'jalarni olsanglar, sog'lom katta qilasizlar, bulardan keyingi avlodi ham sog'lom bo'ladi. O'sha gap videomiz yoqqan bo'lsa, shundoq barmog'ingiz bilan klassni bosib olinglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qolinglar. Xudo xolisa keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, aytgancha, esda ham yo'q. Aytmoqchi edimki, menga mehmon keldi. Lekin u mehmon videoga tushishni xohlamadi. U mehmonimiz Turkiyadan, o'sha buyuk Istanbuldan obunachi meni kuzatib yurar ekan. Bu yoqqa ishga kelgan ekan. Oradan 2 hafta o'tgan. Kelganda bir kelaman, abi ko'rib ketay sani dedi menga. Keldi. Videoga olamiz, video qilaylik desam, yo'q, kech keldi ham, qorong'ida. Video qilaylik desam, obunachilarim ko'rishar. Desam, abi xafa bo'lma dedi. Xullas video olmagan, men o'zim keldim, ko'rib ketaman dedi. O'tirdi, gaplashdi, amalladi. Qanaqa boqasiz, nima boqasiz dedi. Men mana shunaqa dedim. Maslahat xullas almashdi. Ko'rdi, xursand bo'ldi, olib ketdim. Ikkita xo'rozdan desam, rahmat dedi. Chunki endi olib ketsa ham qiyin masala. Boqaman desa Turkiyada zo'rlari bor. O'shanga bir kecha mehmon bo'lib ketdi. O'tirdi. Maza qilib gaplashib, amallab bir-birimizni tushunar-tushunmas bir kechani o'tkazdi xullas. Kuzatib bordi. Parranda boqayotganlarga omad, sog' va salomat bo'linglar.